ko'pchilik havas qilgan ajoyib insonni bugun studiyamizga taklif qilganmiz. Mana shundoq o'tirardik. Burxon Sharopovni kuzatib, Burxon Sharopovlar efirga chiqadi. Rejissyor, aktyor, prodyuser, boshlovchi, umuman qo'yingki serqirra ijodkor deyishlikka haqiqatda munosib inson ustoz bo'ladilar bizga. Xush ko'rdik Burxon aka yana bir bora. Juda ham xursand bo'ldim Feruza xonim, juda ham xursand bo'ldim. Bugun nega kino yo'q Burxon Sharopov rejissyorligida? Kundalik savol. Biz xarajat qilamiz, 50-60 ming, 100 ming xarajat qilamiz. Uni qanaqa chiqaramiz pulni? 40 yillik ekan. Bu yil 40 yillik ekan ijodingizga. 40 yil. 40 yil deb asli. Lekin uni asli birgalikda qarshi olish nasib etsin. Mana shu bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlar bilan birgalikda. O'zingizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling.